Mana hozir shunaqa archalarda orasida bir ikkitasi quriganligi uchun yangi archalar ekishni boshladik. Archalarda o'rni yo'qolib ketmasligi uchun. Obodon bilan birgalikda ishlayapmiz. Biz oldindan betga qarab pariklar qilganmiz 2 yil davomida. Mana tagidagi suv chiqishlari ko'pchilik kim bo'lsa ham sindirib ketgan. Nima maqsadda sindirgan buni hech kim bilmaydi. Mana shlenkalargacha turibdi o'rnlari. Shularni tuzatib, yana archalarni o'z o'rniga qaytarmoqchimiz. Shunga harakat qilyapmiz. Mana. Bu qarovsiz joy bo'lmagan shu paytgacha. Bu archazor tabiatga mo'ljallangan joy bo'lgan. Lekin hech qanaqa qo'lda dokumenti yo'q, hech qanaqa bir qaror yo'q. Ikkita bola, begona bolalar kelib, bitdan o'zidan o'zi beton tashab, nima desa qurilish qilyapmiz deb archazorni o'rab olyapti. Archazor tagini qirib tashagan edi, mana bunaqa qilib. Biz yana keyin bular archalarga teginyapti deb yana archa ekishni boshladik. Bu archalarga o'zimiz qaraymiz, o'zimiz ekyapmiz, o'zimiz qaraymiz. Shu paytgacha ham o'zimiz qarab kelganmiz. Qaramaganmiz, uncha archa ko'karib, mana bunaqa bo'lmasdi.